Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan veterinariya sanitariya ekspertizasi darsimizda, laboratoriya darsimizda kasal hayvonlar sutini mastit va bruselloz kasalliklariga tekshirishni o'rganamiz. Xo'p, bizga buning uchun sut namunalari keltirilgan qo'yma va yana bizga dozorlarimiz kerak bo'ladi, nakonichniklari bilan birga va mastit antigenimiz kerak bo'ladi. Xo'p, va bundan tashqari probirkalar va termostat kerak bo'ladi bizga. Xo'p, ishni dastlab jarayonni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, sxemasini. Xo'p, bunda biz 1 ml dan gumonlangan hayvondan olingan sutdan 1 ml dan probirkalarga solib olamiz va maxsus antigendan bir tomchidan o'sha 1 ml sut ustiga solib olamiz va 40-45 minutga termostatga qo'yib olamiz. Xo'p, agar kasallik aniqlanadigan bo'lsa, ya'ni kasallik hayvondan haqiqatdan hayvon kasal bo'ladigan bo'lsa, bu jarayonda probirkaning ustiga yoki bo'lmasa o'sha sutning ustki qismi ko'k halqa hosil bo'ladi. Ya'ni reaksiyaning jarayoni ham sut halqa reaksiyasi deb yuritiladi. Xo'p, unda bo'lsa jarayonni boshlaymiz. Birinchi olingan namunadan birinchi o'rinda to'g'rilab olamiz. Dozorlarimizni o'rnatilgan. Namunamiz ikinci namunamiz ve üçüncü namunamiz. Xo'p, mana hozir har bitta olingan namunadan birinchi, ikkinchi, uchinchi namunalarimizdan 1 ml dan sut namunasini oldik. Endi ustiga bruselloz antigenidan bir tomchidan olib chiqamiz. Antigendan 1 ml dan ustiga solamiz. Va birinchi namunamiz. Bir tomchidan solsa ketadi. Mana jarayonni hozir amalga oshiryapmiz. Agar bunda hozir termostatga qo'yilgandan keyin 40-45 minut davomida qo'yiladi. Ustki qavatida yuqorida aytib o'tilgandek halqa ko'k xat hosil bo'ladigan bo'lsa, bu kasal bo'ladi. Agar rang o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, hayvon sog'lom bo'ladi. Xo'p, bunda jarayon bruselloz antigen, ya'ni kasallangandan keyin organizmda antitela hosil bo'ladi. Bizda aynan o'sha antitela bilan birikadigan antigenimiz bor, bruselloz. Va bu ikkalasi qo'shiladi va yog' sharikchalariga shimiladi. O'shaning yog' sharikchalari bilamiz, zichligi sutnikidan nisbatan past bo'lganligi uchun yuza qavatda bo'ladi. Har doim shuni hisobiga ustki qavatida ko'k halqa hosil bo'lish jarayoni bo'ladi. Mana termostatimiz 37 gradusda turibdi hozir. Buni termostatga joylashtiramiz.
Mana 40-45 minut vaqtimiz o'tdi. Endi termostatdan qo'yilgan namunalarni olib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, jarayonda mana hech qanday o'zgarish yo'q. Mana birinchi namunamizda ham ustida hech qanaqa ko'k halqa yo'q. Ya'ni bu sog'lom birinchi namuna. Ikkinchi probelkada ham ikkinchi namunamizda hech qanaqa o'zgarish jarayoni yo'q. Bu ham sog'lom holatda. Bunda ham uchinchi namunamizda hech qanaqa halqa hosil bo'lmagan va sog'lom desak bo'ladi.